Voy, bitta kamanda o'tmaganini qara, to'rtta kamanda o'tdi. 100% yutdim deb o'yladim men. Hormen? Kimsan sen? Man? Sizni nafsizman boy. Nafsim? Nafsizman. Balki tagizdagi jentrani litoq qiz qilish vaqti yetib kelgandir. Tushunmadim. Qanday? Siz boy, mayda o'yinchisiz. Erkak kishi riskovat katta qilish kerak. Jentrani sotasiz, uydagi yiqqan terganingizni olib chiqasiz. Yaxshi bitta stavka qilamiz. Davay. Ketdik. Siz menga yoqyapsiz boy. Yaqinroqdagi kassaga haydang. Jentra ham ketdi, yiqqan tergan pullarim hammasi ketdi. Xavotir bo'lmang, xo'jayin, yoningizda axir nafsingiz bor-ku. Jentrani ham qaytaramiz, pullarni ham qaytaramiz. Hammasini 2 barobar qilib qaytaramiz. Hozir siz meni aytganimni qiling. Uyga kirasiz, xotinni tirnoqlarini olib chiqasiz. Yetmaganiga Matizingizni sotamiz. Hammasini bitta qilib turib ruletkaga riskovat qilamiz. Qarabsizki, yana boysiz. Yana men siz bilan birgaman. Haydang yaqinroq kassaga. Haydang. Bizda bitta variant qoldi. Bankka borasan. Hozir nima ko'p kredit ko'p. 150 million tortasan, o'shani bitta riskovat qilamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasan. Hayda. Qaytdan ham senga ishondim, ha. Tuppa-tuzuk yuradi, mashinam bor edi, oilam tinch edi. Qaytdan ham senga ishondim men. Hali shunaqami? Men sani nafsingman. Men sani bas, sen meni boshqarishing kerak edi. Senga xayr boy. Sen bilan ishimiz tugadi. Assalomu alaykum boy aka. Uzr, tanimadi. Qanday tanimaysiz boy? Men sizni nafsizman. Esta siyo bu yo'llar, esta siyo bu mahalla.